Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensiya pulini naqd shaklda olish taqiqlanadimi? Yangi qoidalar nimani anglatadi? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar odatdagidek pulini olishda davom etadi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki pensiya olayotgan yaqinimiz bor. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik gapni yarim eshitadi. Endi naqd pul bermas ekan, hamma kartaga o'tarkan, pensiya pulini bankdan ola olmas ekan deb vahimaga tushadi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, huquqini va asabini himoya qiladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlarning katta qismi pensiyasini naqd pul shaklida olib kelgan. Ayrim hududlarda pul mahalla orqali, ayrim joylarda pochta orqali, ayrim holatlarda bank kassasi orqali berilgan. Keyin bank kartalari keng joriy qilindi. Pensiya plastik karta yoki bank kartasiga tushiriladigan bo'ldi. Lekin ko'plab pensionerlar kartadan foydalanishga o'rganmagan. Bankomat uzoq, komissiya masalasi bor. PIN kodni unutib qo'yishadi. Telefon orqali firibgarlar aldaydi. Shuning uchun naqd pul taqiqlanadi degan gap chiqqanda odamlar tabiiy ravishda xavotirga tushadi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundan iboratki, davlat va bank tizimi pensiya to'lovlarini ko'proq raqamli, nazorat qilinadigan va bank orqali yuritiladigan shaklga o'tkazishga harakat qilmoqda. Bu har doim ham pensioner endi naqd pul ko'rmaydi degani emas. Bu ko'pincha pensiya avval bank hisob raqamiga yoki kartaga tushadi. Pensioner esa uni keyin bankomatdan, bank kassasidan yoki boshqa qonuniy yo'l bilan oladi degani. Farqni to'g'ri tushunish kerak. Pensiya to'lanish tartibi o'zgarishi mumkin, lekin pensionerning o'z puliga egalik qilish huquqi yo'qolmaydi. Men ekspert sifatida eng muhim nuqtani alohida aytaman. Agar biror xodim, tanish, mahalla vakili yoki hatto bankdagi odam endi naqd pul olish umuman mumkin emas desa, siz darhol savol bering. Qaysi hujjat asosida, qaysi sana bilan qaysi toifadagi pensionerlarga nisbatan? Chunki umumiy gap bilan odamni qo'rqitish oson, lekin huquqiy asos so'ralganda ko'p narsa oydinlashadi. Endi kim nimani bilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa pensiyasini bank kartasiga olayotgan pensionerlar. Masalan, Tursunoy opa har oy 1.2 million so'm pensiya oladi. Pul oy boshida kartasiga tushadi. U nevarasidan yordam so'rab bankomatdan 800 ming so'm naqd oladi, qolganini dorixona va do'konda karta orqali ishlatadi. Yangi tartiblar bunday odam uchun katta muammo tug'dirmaydi. Faqat u kartada xavfsizligini bilish kerak. PIN kodni hech kimga bermaslik, telefon orqali kelgan kodni aytmaslik, bankdanman degan notanish odamga ishonmaslik. Ikkinchi toifa pensiyasini faqat naqd olishga o'rgangan pensionerlar. Masalan, 72 yoshli Rahmat aka qishloqda yashaydi. Bankomat markazida u yerga borish uchun taksiga 30 ming so'm ketadi. Uning pensiyasi 1.1 million so'm. Agar har oy faqat naqd olish uchun markazga qatnasa, yo'l xarajati yiliga 360 ming so'm bo'ladi. Bu kichik pul emas. Bunday holatda pensioner bank kartasini majburan ishlatishga qiynalishi mumkin. Shuning uchun amaliy yechim kerak. Eng yaqin bank filiali qayerda, bankomat qayerda, pochta orqali yetkazish imkoniyati bormi? Ishonchli vakil orqali olish mumkinmi? Ijtimoiy xizmat xodimi yordam bera oladimi? Shuni aniqlash lozim. Uchinchi toifa, yoshi katta, sog'lig'i og'ir, o'zi bankka bora olmaydigan pensionerlar. Masalan, 4 yoshli Saodat bu yotib qolgan, qo'lida pasporti bor. Pensiyasi 1.4 million so'm. Uning o'g'li pulni olib keladi. Bunday vaziyatda eng ko'p muammo ishonchnoma, karta, PIN kod va hujjat masalasida chiqadi. Agar pul kartaga tushsa, ba'zan qarindoshlar kartani olib qo'yib, pensionerning o'ziga bermasligi mumkin. Bu juda nozik masala. Pensiya pensionerniki. Farzandi, kelini, nevarasi yoki qo'shnisi men qarayapman, demak pul meniki deb o'ylamasligi kerak. Agar pensioner o'z xohishi bilan vakolat bersa, bu boshqa masala, lekin bo'lsin. Aldov yoki majburlash bo'lsa, bu huquqbuzarlik darajasiga chiqishi mumkin. 4-toifa chekka hududda yashovchi pensionerlar. Mana oddiy misol. Qishloqda 40 ming nafar pensioner bor, eng yaqin bankomat 1080 kilometr uzoqda. Ularning har biri oyiga 2 milliondan 2 million so'mgacha pensiya oladi. Agar yangi tartiblar faqat kartaga tushirishni nazarda tutsa, bu odamlar uchun real hayotda savol tug'iladi. Ular pulni qayerdan oladi? Shuning uchun men doim aytaman,
Qoidani faqat qog'ozda emas, joydagi sharoit bilan birga ko'rish kerak. Agar bankomat ishlamasa, naqd pul bo'lmasa, navbat katta bo'lsa, pensioner aybdor emas. Bunday paytda bankka yozma murojaat qilish, mahalla orqali muammoni ko'tarish, tuman pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tashkilotga murojaat qilish kerak. 5-toifa. Pensiyasini to'liq naqd qilib olib, uyda saqlaydiganlar. Bu yerda men ehtiyotkorlik bilan maslahat beraman. Ba'zi pensionerlar 3-4 oy pulini yig'ib, uyda 5 million, 8 million, hatto 2 million so'm saqlaydi. Sababi oddiy, kartaga ishonmayman, bankdan qo'rqaman. Naqd pul ko'z oldimda tursa xotirjam bo'laman. Lekin uyda katta naqd pul saqlash ham xavfli, o'g'irlik bo'lishi mumkin, yong'in bo'lishi mumkin, qarindoshlar orasida kelishmovchilik chiqishi mumkin. Karta esa to'g'ri ishlatilsa, xavfsizroq bo'lishi mumkin. Lekin bu karta ma'lumotlarini himoya qilish sharti bilan men real hayotda ko'p uchraydigan bir vaziyatni aytaman. Pensionerga telefon qilishadi. Sizning pensiya kartangiz blok bo'ladi. Kodni ayting. Yangilab beramiz deyishadi. Pensioner ishonib SMS kodni aytadi. 10 daqiqadan keyin kartadagi 1.600.000 so'm yo'qoladi. Keyin bankka boradi, bank esa kodni o'zingiz aytgansiz deydi. Shuning uchun yangi qoidalar kartaga o'tishni kuchaytirsa, eng birinchi vazifa pensionerlarni firibgarlikdan himoya qilish bo'lishi kerak. Men tomoshabinlarga aytaman. Ota-onangizga bir marta emas, 10 marta tushuntiring. Bank xodimi hech qachon SMS kod, PIN kod, karta raqamining to'liq ma'lumotlarini telefon orqali so'ramaydi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz kartaga tushayotgan bo'lsa, bankomatdan pul olishingiz mumkin bo'lsa, kartadan do'konda foydalana olsangiz, siz uchun katta xavotir yo'q. Faqat bank xizmatlari shartlarini tekshiring. Naqd yechish limiti bormi? Komissiya bormi? Bankomatlar ishlayaptimi? Karta muddati qachon tugaydi? Karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya tushmay qolishi yoki ishlatishda muammo bo'lishi mumkin. Buni oldindan bankdan aniqlang. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, nogironligi bor yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan pensionerlar. Uchinchidan, chekka qishloqlarda yashaydiganlar. To'rtinchidan, telefon va bank kartasidan foydalanishni bilmaydiganlar. Beshinchidan, pensiya pulini qarindoshlar orqali oladiganlar. Chunki aynan shu guruhlarda tushunmovchilik, suiiste'mol va ortiqcha xarajat ko'proq bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala naqd pul taqiqlanadi degan jumla ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Ba'zan gap pensiyani uyma-uy naqd tarqatish qisqarish haqida bo'ladi. Ba'zan gap pensiya avval bank kartasiga tushish haqida bo'ladi. Ba'zan esa ayrim hududlarda tajriba tariqasida yangi tartib joriy etilayotgan bo'ladi. Shuning uchun siz eshitgan xabar qaysi hududga, qaysi sanaga, qaysi to'lov turiga tegishli ekanini aniqlamasdan vahima qilmang. Ikkinchi nozik masala pensiyani kartaga tushirish pensioner naqd pul ola olmaydi degani emas. Bank kartasidagi pul ham pensionerning mulki. U xohlasa karta orqali to'laydi, xohlasa bankomatdan yechadi, xohlasa bank kassasidan oladi. Lekin ayrim joylarda bankomatda naqd pul tugashi mumkin. Holatda menga naqd pul taqiqlangan deb o'ylamang. Bu bank xizmatidagi muammo bo'lishi mumkin. Siz bank filialiga boring yoki bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling. Uchinchi nozik masala ishonchnoma. Agar pensioner o'zi borib pul ola olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchli shaxs orqali olish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda og'zaki kelishuv yetarli emas. Olib beradi deyish amalda har doim ham muammoni hal qilmaydi. Ayniqsa bank kassasi yoki rasmiy idora hujjat so'rashi mumkin. Shuning uchun notarial ishonchnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensionerning roziligi kabi masalalarni oldindan tayyorlash kerak. Agar pensioner imzo qo'ya olmasa, sog'lig'i sababli harakatlana olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rash mumkin. To'rtinchi nozik masala. Qarindoshlar orasidagi kelishmovchilik. Men buni ochiq aytaman, chunki hayotda uchraydi. Masalan, pensioner onaning kartasi katta o'g'ilda turadi. Kichik qizi esa onaga doğru olib bermoqchi, lekin karta berilmaydi. Ona esa aniq ayta olmaydi yoki bosim ostida qoladi. Bunday holatda pensiya nafaqat moliyaviy masala, balki inson huquqi masalasiga aylanadi. Pul kimning nomiga tushsa, o'sha odamning manfaatiga ishlatilishi kerak. Agar pensionerning puli boshqa odamlar tomonidan o'zlashtirilayotgan bo'lsa, mahalla, ijtimoiy xizmat. Huquqni
muhofaza qiluvchi organlar yoki tegishli idoralarga murojaat qilish mumkin. 5-nozik masala. Karta yo'qolsa yoki pin kod unutsa nima bo'ladi? Ko'pchilik pensionerlar kartani yo'qotsa, endi pensiyam kuyadi deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya kuymaydi. Pul bank hisobida qoladi. Bunday vaziyatda bankka pasport yoki ID karta bilan borib, kartani bloklatish va yangisini chiqarish kerak. Agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka ariza yozish kerak. Telefon orqali aytish bilan cheklanmaslik kerak. Imkon bo'lsa, yozma ariza qoldiring va ariza raqamini oling. 6-nozik masala pensiya tushmagan kun. Masalan, har oyning 5 sanasida pensiya tushardi. Bu oy 2 sana bo'ldi, pul yo'q. Pensionerlar darrov yangi qoida chiqibdi, naqd bermas ekan, pulni ushlab qolishibdi deb xavotirga tushadi. Aslida sabab turlicha bo'lishi mumkin. Bank tizimida texnik kechikish, hujjat yangilanmagani, karta muddati tugagani, pensiya qayta hisoblanayotgani, yashash joyi yoki hujjat ma'lumotlari bo'yicha aniqlashtirish ketayotgani. Bunday paytda birinchi qadam bankdan hisob holatini so'rash, ikkinchi qadam pensiya bo'limiga murojaat qilish, uchinchi qadam yozma ariza qoldirish. 7-nozik masala. Hamma xaridni karta bilan qiling degan maslahat ham hamma joyda ishlamaydi. Shaharda do'konlar, dorixonalar, kommunal to'lovlar, transport ilovalari karta qabul qiladi. Lekin ayrim qishloqlarda bozor sotuvchisi karta qabul qilmasligi mumkin. Ustaga, dehqonga, taksiga naqd pul kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men balansli yondashuvni tavsiya qilaman. Bir qismini kartada saqlash, kerakli qismini naqd qilish. Masalan, 20.500.000 so'm pensiya oladigan odam 700.000 so'mni oziq-ovqat va dori uchun kartada ishlatsa, 500.000 so'mni naqd qilib kundalik xarajatga ajratsa, 300.000 so'mni favqulodda holat uchun qoldirsa, nazorat osonroq bo'ladi. 8-nozik masala. Bank kartasi nomi pensioner nomida bo'lishi kerak. Ba'zida farzandlar oyim karta ishlatmaydi. Mening kartamga tushaversin deyishi mumkin. Bu juda ehtiyot talab qiladigan holat. Rasmiy to'lovlar odatda pensionerning o'z nomidagi hisobga tushgani ma'qul. Aks holda keyin pul egasi kim, xarajat kimniki? Nizo chiqsa qanday isbotlanadi degan savollar paydo bo'ladi. Pensionerning puli pensionerning nomidagi hisobda bo'lsin, yordam beradigan odam esa faqat yordam bersin. Endi eng kerakli qism, nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya qanday usulda kelayotganini aniqlang. Kartagami, pochta orqalimi, bank kassasigami yoki boshqa tartibdami? Buni taxmin bilan emas, aniq bilish kerak. Pensionerning kartasi, bank SMS xabari, pensiya hujjatlari va oxirgi to'lov sanalarini ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, bank kartasining muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 02/25 yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi. Muddat tugashidan oldin bankka boring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, telefon raqami va eski kartasini olib borish kerak bo'ladi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan vakil orqali xizmat ko'rsatish tartibini so'rang. 3-qadam, yaqin bankomat va bank filialini aniqlang. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda muhim. Pensioner qayerdan pul yetishini bilmasa, har oy boshida sarson bo'ladi. Oilada kimdir bir marta borib ko'rsin, bankomat ishlaydimi, naqd pul bo'ladimi, navbat ko'pmi, komissiya olinadimi? Agar bankomat doim ishlamasa, bu haqda bankka murojaat qiling. Faqat og'zaki shikoyat emas, rasmiy murojaat qiling. 4-qadam, xavfsizlik qoidalarini yozib qo'ying. Men pensionerlar uchun oddiy varaq tayyorlashni maslahat beraman. Unda shunday yozilsin: PIN kodni hech kimga aytmayman. SMS kodni hech kimga aytmayman. Bank kartamni begona odamga bermayman. Telefon qilgan odamga ishonmayman. Shubhali holatda farzandimga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilaman. Bu varaqni uyda ko'rinadigan joyga qo'yish mumkin. 5-qadam, agar pensioner o'zi pul ola olmasa, hujjatlarni tartibga keltiring. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma, vakilning shaxsini tasdiqlovchi hujjati. Agar notarial ishonchnoma kerak bo'lsa, notariusdan tartibini so'rang. Agar pensioner uydan chiqa olmasa, notariusni uyga chaqirish mumkinmi? Shuni aniqlang. 6-qadam, pensiya pulining hisobini yuriting. Men buni oddiy daftar orqali qilishni tavsiya qilaman. Masalan, oy boshida tushdi. 20.300.000 so'm. Naqd yechildi 600.000 so'm. Dorixona 20.000 so'm. Oziq-ovqat 400.000 so'm.
Kommunal to'lov 1 ming so'm. Qoldi 100 ming so'm. Bu nazorat pensionerning o'ziga ham, farzandlariga ham kerak. Ayniqsa pensionerning puli bilan bir nechta odam shug'ullansa, keyin tushlik kamroq bo'ladi. 7-chi qadam muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Masalan, pensiya tushmadi. Bank kartasi ishlamayapti. Bankomatda doim pul yo'q. Bank xodimi tushuntirmayapti. Pochta orqali to'lov kechikyapti. Bunday vaziyatda aytishdi, kut dedilar. Ertaga kel dedilar bilan cheklanmaslik kerak. Ariza yozing. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil, muammo sanasi, muammoning mazmuni va talabingiz bo'lsin. Masalan, mening pensiya to'lovim bo'yicha holatni tushuntirib berishingizni va to'lovni olish tartibini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring yoki murojaat raqamini yozib oling. 8-qadam firibgarlik bo'lsa, darhol harakat qiling. Agar kartadan pul yechilib ketgan bo'lsa, birinchi navbatda bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bankka borib yozma ariza qoldiring. Keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Vaqt juda muhim. Bir kun kutaman, ertaga ko'raman deb yurmang. Firibgarlar pulni tezda boshqa hisobga o'tkazib yuborishi mumkin. 9-qadam oilada oldindan kelishib oling. Pensionerning puli kimda turadi, kim dori olib beradi, kim kommunal to'lov qiladi, kim bankka olib boradi, bularni aniq qilib qo'yish kerak. Hamma biladi-ku degan gap ko'p nizolarning boshlanishi bo'ladi. Ayniqsa katta oilalarda bir farzand pulni olsa, boshqalar shubha qilishi mumkin. Shuning uchun shaffoflik kerak. Har oy xarajatni aytib turish, cheklarni saqlash, pensionerning o'z roziligini birinchi o'ringa qo'yish to'g'ri bo'ladi. 10-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi har bir audio, har bir screenshot, har bir tanishim aytdi degan xabar haqiqat bo'lavermaydi. Yangi qo'yda chiqsa, odatda rasmiy idoralar, banklar, pensiya jamg'armasi yoki hukumat manbalari orqali e'lon qilinadi. Agar xabar sizni qo'rqitsa, darhol ulashishdan oldin tekshiring. Chunki noto'g'ri xabar pensionerlarni vahimaga soladi, navbatlarni ko'paytiradi, firibgarlarga imkon yaratadi. Men yana bir amaliy misol beraman. Dilbar opa 68 yoshda, pensiyasi 1.700.000 so'm. U kartadan qo'rqadi. Chunki bir marta qo'shnisi aldangan. Farzandi unga nima qildi? Birinchidan, karta pin kodini yodlatmadi, balki xavfsiz joyda yozib begonlardan yashirdi. Ikkinchidan, telefoniga SMS xabar xizmatini uladi. Uchinchidan, har oy bankomatga birga bordi. To'rtinchidan, dorixonada karta bilan to'lashni o'rgatdi. 3 oy ichida Dilbar opa pulining hammasini naqd qilib olish shart emasligini tushundi. Endi u 700 ming so'mni naqd oladi, qolganini kartada ishlatadi. Bu majburlash emas, o'rgatish va himoya qilishdir. Yana bir misol. Sobir aka 76 yoshda oyog'i og'riydi, bankka bora olmaydi. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm. Avval qo'shnisi yordam berardi, lekin keyin puldan 1.7 ming so'm kam olib kelayotgan sezildi. O'yla nima qildi? Notarial ishonchnoma rasmiylashtirdi, mas'ul farzandni belgiladi, har oy tushum va yechimni SMS orqali nazorat qildi. Natijada pul yo'qolishi to'xtadi. Demak, yangi tartibdan qo'rqish emas, uni to'g'ri tashkil qilish kerak. Bugungi mavzuda eng muhim fikr shuki, pensionerlarga naqd pul butunlay taqiqlanadi degan gapni eshitsangiz, darhol vahimaga tushmang. Avval aniqlang, gap pensiyani tarqatish usuli haqidami, kartaga o'tkazish haqidami, bank orqali nazorat kuchayishidami yoki haqiqatan ham ma'lum cheklov bormi? Pensionerning puli uning shaxsiy mulki bo'lib qoladi. Yangi qoidalar bo'lsa ham ularni to'g'ri tushunish, hujjatlarni tayyorlash, bank kartasini xavfsiz ishlatish va muammo bo'lsa yozma murojaat qilish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz yoki yaqin pensioneringiz bilan gaplashing. Kartasi bormi, muddati tugamaganmi? Pin kodni kim biladi? Pensiya qachon tushadi? Pulni kim oladi? Muammo bo'lsa qayerga murojaat qiladi? Shularni tekshiring. Bitta suhbat bazasida bir oylik pensiyani firibgarlardan, noto'g'ri tushunishdan yoki oilaviy nizodan saqlab qoladi. Sizning hududingizda pensiya naqd berilyaptimi yoki kartaga tushyaptimi? Bankomatlar ishlayaptimi? Pensionerlar qiynalmayaptimi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham real holatni bilsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.